yoshlari 41da. Birinchi turmushlaridan farzandlari bor va ikkinchi turmushda umumiy общий farzandligisi yo'q. Lekin bir dona tuxumdonda bittagina folikul bor. Bularni programmadan qilmaslikka urinib ko'rdik, lekin juda ham bola xohlashyapti. O'tgan safar stimulyatsiyada bir dona folikul o'sgan edi. Chiqmaydi deb o'ylagan edik. Bitta tuxum hujayra chiqdi va bular ikkinchi programmaga kirishga qaror qilishdi. Lekin hozir tuxum hujayra bizda hali bor deb aytishmadi. Bittagina folikul o'sib chiqqan. O'zi aslida bu yerda juda ham ko'p nematoz tugullar. Hozir ekran ko'rsatamiz. Endometrioz bor bu yerda, tuxumdonlar zaxirasi keskin kamayishi, bir dona folikul endi bola bo'lish foizi 0,3% dan ham kam. Shuning uchun mayli, agarda ayolimiz xohlayotgan bo'lsalar harakat qilishga harakat qilib ko'ramiz va agar bundan buyog'iga boshqa tuxum hujayralar o'smasa, chiqmasa, o'sha eritilgan hujayramizni eritib, urug'lantirib ko'ramiz. Turmush o'rtoqlari chetda